22-aprel kuni tort va pishiriqlar biznesi uchun biznes tahlilini amalga oshirgandik. Natijasini endi sekin-sekinlik bilan qo'yishni boshlaymiz. Hozir birinchi qiladigan ishlarimiz Excelda mijozni xohishini yozib olganmiz, javoblarni olganmiz, javoblarning tahlili, savolni javobini aniq qilib ko'rsatib oldik o'zimizga. Meni asosiy vazifalarim endi rejam meni video rejasi, kontent kalendar, dushanbadan yakshanbagacha nima ish qilaman, savdo strategiyalari, mana shu marketing byudjetiga e'tibor berish kerak va Instagram uchun reelslar. Agar kimda ham o'z biznesini tahlil qilmoqchi bo'lsa yoki muammolarga uchrab turgan bo'lsa, Telegram kanaliga kirib bepul foydalanishlari mumkin. Ya'ni postlar joylab qo'yganmiz. Agar qiynalsalaring murojaat qilishlari mumkin. Savollaringga javob berishga tayyormiz.